Subhanalloh, Akram aka, yiliga 1,5 million avariya mashinada telefon ishlatgani uchun avariya bo'ladi ekan. Ming ogohlantirsak ham iloji yo'q ekan, telefon ishlatib qo'yilyapti-da bar mashinada. Telefon ishlatib mashinasini shilib olgan, urib olgan akalarimiz kommentariyada yozinglar, nech pulga tushgansizlar? Shu pullarni 10 dan biriga mashinaga yaxshi aksessuar telefonga qo'yib olsa bo'ladi. Biz ayniqsa Onyx Tracker telefonlarida telefon qo'yadigan joy juda pastda. Zaryad qiladigan joylar. Shuni tepada yo'ldan ko'zini olib qochmasdan telefonga javob bersa bo'ladigan qilib sozlash kerak, aksessuar qo'yish kerak. Bu muammoni razza bo'lsa 5-600 ming so'm bilan hal qilsanglar bo'ladi. Bespirodnoy zaryadga o'ta ham zaril. Mana shunda qo'yasizlar, telefonlarni zaryadga oladi. AirPods Примерно 200 ming so'mdan yaxshisi boshlanadi. 200-250 ming so'mdan. Endi komfort zo'r bo'lsin desangiz, CarPlay qo'yib olsangiz yana ham zo'r bo'ladi. Navigatorga ishlatib ketsangiz bo'ladi. Shu videoda mashinasida telefondan foydalanib, doim avariya olib yuradigan do'st jo'natib qo'ying. Yaqinda ham mashinamni o'zim urib oldim, mana shu telefondan foydalanib, shu narsalar yo'qligidan aka. Birinchi o'lim mashina olgandan keyin to'g'ri aksessuar olgan ekansiz, xudo xolasa shu muammolar bo'lmaydi. Rosa bo'lsa 500 ming so'm ketadi, bitta urib olib, asabingiz ketganini kirasi emas. Bitta avariyani oldini olsak ham shu video bilan biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Like bosib, tanishlarga jo'natib, siz ham o'z hissingizni qo'shib qo'ying. O'zi bunaqa holat ko'p tushgan odamlar menimcha storiesiga ham qo'yib yuborsa kerak.